Salam dostlar, görüyotganlar turmuşinglarning ayrılmaz bir qismiga aylangan elchi programmasi. Programmamizning tajdorligini o'zgacha tamtid tutqulari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Cho'ng'uston yemeklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni chach asrash, chach yuyish mahsulotlari ichida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Xinjiang Al-Xumar mablag' silish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Programmamizni Xinjiang Kamera madaniyat cheklik shirkati ajri bilan ishlagan. Bugungi programmamizda yanala bizga sodiq hamroh bo'lib kelayotgan ustozlarimiz ko'pchilik yetakchilik qiladi. Oldi bilan tanishtirganim Xinjiang Subi advokat o'rnining hamkorlashmasi pishqan Qobil advokat. Abdunum rayonlik ayollar birlashmasi mutaxassislar omborga tizimli kirgizilgan mutaxassis Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz Fatigulada. Turpan surat kelinayotgan qismlarimizda sahnadagi qiz yigitlarga aka yo'lliqda yo'lliq bo'layotgan san'atkorimiz Sami Osman aka. Sami aka qarshi olamiz. Psixik maslahatchisi ko'pchilikning sirdishi Ali muallim. Ali qarshi olamiz. Undaqda biz bugungi sanға dastlabki qadamda chiqadigan yigit bilan uchrashimiz. Qani marhamat. Mayraji yaxshimi? Malumlar yaxshimisizlar? Men Turpandan ismim Muradil, 26 yoshga kirdim. Shu endi mishay chiqib loyiq tanlay deb. O'zim minkoh hammayki Uyg'urcha so'zlamayman-ku. Biz yordam qilamiz. Keling afkam. Tetik sohasidagi sarka mahsulot Dor chechakları bu. Dilbirim. Uyg'urcha so'zlamayman-ku. Biz yordam qilamiz. Keling afkam. Sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. 10 parcha suratni tanlab olsangiz, shu 10 qiz naq maydonga chiqadi. Bo'ldimi? Bugungi ifodangizning ko'ngildagidek bo'lishini umid qilamiz enim. Meni ko'rishaylamsa. Qani qizlar, sahnaga marhamat. Xush kelibsizlar qizlar. Qarsam aranglarda yangi bir aylan kulib turibdi, o'zingizni tanishtirib o'tamsiz. Yaxshimisiz Mayrada? Yaxshimisizlar ustozlar? O'zim bo'lsam men Turpandan bo'laman. Kasbim Kirimchik. İsmim bo'lsa Izzatgul. Qarshi olamiz Izzatgul. Qani bu singlimmi yangi kelgandek turdi, Yaxshimisiz Mayrada? Yaxshimisizlar ustozlar? Mening ismim Abida Turpandan. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? Kasbim o'qituvchi. O'qituvchi. Bo'ldi Abida. Qani sizlarning suratlaringlar orqali sahnaga chiqishga aldirayotgan yigit bilan bir tanishib chiqaylik. Ekran qaranglar. Yaxshimisizlar, elchi programmasiga go'zal qizlar. Mening ismim Muradil. Bu yil 26 yoshga kirdim. Yurtim Turpan shahrida, o'zim bo'lsa bir madaniyat o'qitish shirkatida ishlayman. Mijoz xarakterim ig'ir bisiq, chiqishqoq. Men o'ylayman, yoshlar har qanday bir ishga tavakkul qilib beqish kerak deb o'ylayman. Ham elchi programmasi orqali yaxshi bir qiz bilan tanishish uchun elchi programmasiga keldim. Qani Muradil, sizga marhamat. Teşekkür qizlar. Men o'zimni beshida tunishtirib o'tay. Men Turpandan. Ismim Muradil. 26 yoshga kirdim. Rahmat. Nima ish qilasiz Muradil? 在一家传媒公司后期剪辑。Odatda mushlar kulib o'tiramsiz. To'g'ri. Ko'p kulishni yaxshi ko'ramsiz. Mening esimda qolishcha Salom Zilnur chiniqishlikqa bak o'zini bermagan, normalroq o'g'illar bilan paranglashishni ko'proq yoqtirmaydigan-tingiz, Muradil sizning talabingizga uyg'unmi ekan? O'ttir hal ekan. Ya'ni talabdan ozroq-chiroqmi ekan? Qani paranglashib keqinglar, Yaxshimisiz? Odatda nima qilish qiziqsiz? Odatda shu 下了班之后，我不是养了狗和猫嘛，就是跟他们一起玩耍吧，就是遛狗。Muqim baqqan ishtingizning nechisi bor? Bir ish bir ish bor. Lekin sirtlarda masalan uy makoni yo'q, ishlarni ko'rsangiz ularga yordam berishni xohlaydi ekansizda. To'g'ri. Bak ishingiz og'riydi ekanda. U bir jallob tursa. To'g'ri. Menmi bir mushuk boqaman. Menmi ish bilan mushuk boqadan amroq. Rahmat. Qiziqishinglar o'xshab ketdi ekan ashkanlarning. Muradil, siz muhabbatlashib boqqanmi? Men ikki qatim muhabbatlashib boqqan.
İki ketim. Qanchalik uzoqlikda? 2 yıl. 2 yil bilan 2 yilmi? Yoki Birisi bilan 2 yıl, birisi bilan necha oy. Xarakter jihatdan moslashish bo'ladimi sizlarda? Shuningga maqatim chiqishimda maslahat shu. 就是找一个国语水平比较好的。你觉得你是怎么样的一个男生？我觉得我不算太成功，也不算太失败吧，因为ben Urumchida o'qib bittaga 2 yil bo'ldi. Hozir muqim xizmatim bor. Chanmay公司 ishlayman. 也不算太失败吧。对女生怎么样？比如我跟你谈恋爱了，得离，然后以后你是怎么对我的？我肯定是对你好呀。怎么对我好？就是陪你一起出去玩，一块儿吃饭，一块儿看电影。陪我出去玩，陪我吃饭，陪我看电影，就算对我好了吗？我还没想到更好的。行吧，谢谢。Almira, sizning nazaringizdagi sizga yaxshi muomala qiladigan er qanday bo'ladi? Ben ağır kalsam,就是doktorxonaga men bilan birga boradigan. Masalan, amdi yurib 3 oydan keyin men tonju bo'lma degan bir xiyol bor menda. Qanchalik vaqtdan keyin? 3 oydan keyin. To'ydan burun? İşte bu mesela işkelen tan işlegandan keyin balkim uyning ijarasini beramaydigan vaqtlar bo'lib qoldi. Ash vaqtimi bu sayının pul yok geldi, böyle deydiğin işler bulmayı men bilan tan hiç赚钱的男生是对我最好的男生deb qarayman. Sizning uyingizdagilar nima ish qildi ukam? Mening ishga akam bor. Siz bolalarning kichigi. 3-chi. Cho'nglarchi? Yo'q. Ular tugab ketganmi? Sizning shaxsiy turmushingizga nisbatan sizning ikki akangiz ko'proq aralashib, qo'g'dab degandek mundaq holatdimi yoki ulardek aldirashmi? Ashla holatda. Bo'ldi. siz bayotdan 汉语水平要好的当中，如果汉语水平不是特别好，你不能接受吗？可以啊，就是你愿意学的话就可以。然后我想问一下，你汉语水平怎么样？你不是要求你的女朋友要汉语水平特别好吗？就是能听懂我说话，我能听懂你说话就行了。Partikulada doktorxona, davolash apparatlari va shu yerda xizmat qiladigan doktor sestralarningki og'riqlarning maxfiyatligini saqlash jihatda cho'qim majburiyati bo'lamdi. Devletimiz Əxlaq Qanun Dəsturunun 1226-cı maddəsində davalaş aparatları və davalıqçı xadimlər bimarın şəxsi sır və uçurlarını məxfi saxlaş kerak. Bimarınki şəxsi sır və uçurlarını aşkarlab etkənlər yoki bimarın ma'qullığını almay turib kasallik arxivini aşkarlab etkənlər mush huquq chiqilish javobgarligi bo'yicha javobgarlikni ustiga oladi deb belgilangan. Endi yuqoriqidanlardan shuni ko'rishga bo'ladi. Masalan, davolash apparatlari mushtaq bemorninki shaxsi va uchurlarini oshkorlasa, qonun bo'yicha munosib huquq chiqilish javobgarlikni ustiga oladi. Rahmat. Siz elchi programmamizni ko'rib kelyapsizsiz izchil. Elchiga chiqqan qizlarni yoqtiramsiz? Yoqtirman. Qaysi tarafini yoqtirsiz? Bek umoq, muloyim, gapim bek ustiga qarsam, o'rgansam bo'lashilardan. Sizning masalan qizlar bilan berish kelish qilganda bir to'salg'i masalan chang'ay bormoyligi, xijil bo'lib gap qilolmaydigan, judung bo'lamaydigan ahvollar bormi? Tashabbuskor bo'lamaydigan ahvollar. 就给他就是私底下的话就没有，那adam jihyalada azroq就有点放不开。Ali, Muradilning gapini angladingiz a? O'zim yolg'iz bir qiz bilan qolsam bak unda xijilchilik yo'q. Lekin odam ko'p yerda men o'zimni qo'yib yetamayman deydi. Endi u normal hodisa. Dimishqa degan vaqtda biz o'tgan sondim dedik, odam natnush mod kirganda chuqumli mudofaalatga o'tadi. Chunki odam natnush odamlarning yuziga ma'lum darajada tahdidda qaraydi.
Onda bo'lgandan keyin u chuqur bir xil qichish yoki urush holatida turadigan gap. Undan keyin badan butunlay ma'lum Shinshan Shensuning ta'sirida bir xil jiddiy holatga o'tib ketadi. U tabiiylashgan holatga o'tib ketadi. Bu inimiz hamda yolg'iz qolgan vaqtda bir xil nima bo'lgan bilan tashkilot kirgan vaqtda shunday bo'lsa kerakda hamda. Normal ishlar. Şunu bugün ətrafda adam köprək boğaşqa siz bir xil özünüzü qoyutamga ahvallar var. To'g'ri. Yo'q, hozir yana bo'ldi. Yani yaxshi ya. Yijing shabda ola. Boshqa balla qaraganda. Lekin savol so'rash jihatdan endi o'zini sal o'zining hamda aslidagi oltidan yana jiroq bo'lsa-mu, garchi ammo boshqa yana nurg'un mayli qaraganda jiq. To'g'ri. Echiqliq aldirmay echilib qoldi. İçilmoqda. İçilib Ma 8-numurluq qizlarimiz savol so'rab qo'ying. Siz qancha bilan muhabbatlashib baqqan? 3. Rasmiy ya. Ras. Undadek turmamkan. Ishon. Yana boshqa savolingiz bormi? Siz qancha yoshga kirdingiz? Qancha yoshga kirdingiz? 27 ga kirdim. Men 26. Siz 你就是介不介意比你小的？不介意。Men yosh cheklama qo'ymayman odatda. Yaxshi ko'rsam bo'ldi. Qarasam siz gap qilmaydi ekansiz. Siz odatda gap qilish kamroqmi ya? Bo'ldigan gap bo'lsa gap qilma, unda gap ketmayman. Odatda. Siz-chi odatda o'zingiz jiq gap qilamsiz? Odatda jiq gap qilmayman. Shu hozir adam jiq boshqa. Hozirroq tatmin qoldim. Siz kamsiz o'g'illarni yoqtiramsiz, jiq gap qilganmi? Do'st bo'lib o'ssam, odatdagi do'st bo'lib o'ssam, jiq gap qilganlarni bo'lmasa, 当对象的话应该是话少一点。 Muradi, men sizdan so'rab baxsam, masalan siz bir qiz bilan muhabbatlashayotgan vaqtda chiqarlaringizga xilxobat siz nima deysiz? 回来找过我，因为我太好了，然后我拒绝了呀。 O'zingiz maqtadingiz,因为我太好了的。没有，我真的挺好的。你这么对他太好了，然后你们分了？就是性格不同。 Şu an hala kızlar hazır bekliyordu,就是现在的女生只图男生的钱、房、车啥啥的。哎，我觉得可以，因为时代在发展。Odatda siz qizlarga 主动吗 yoki 被动吗？不会。不主动吗？不会主动。被动跟 stand 是。我一般就是相处久了之后才会。 Mesela ketib o'zingiz yaxshi ko'radigan, yoqtiradigan qizlarni uchratib qolsangiz, gap qilmaysiz. 要改过吗？就是不会那么早提出就是在一起什么的，就是先了解一下。Men faqatlab bundaylik turcha tanishgan vaqtingiz nima? Niyo judomi? 对。Unda yaxshi. Ba'zi masalalar reallashib o'tirib tushyapti, Elchi programmasini cho'nglarmi, yoshlarmi birga o'tirib ko'radigan bir programma. Endi bu programmada navbatda turmushimizda yoshlar yo'liqayotgan, hal qilolmayotgan va yoki hal qilishdan chiqib xalab ketolmayotgan bir qism real masalalar o'tirib tushgani uchun ko'pchilikning diqqatini bakrak tortayotgan bo'lishi mumkin. Mana bugunmi Muradil sahnaga chiqdi. Muradil o'zi kasbiy kirishtiruvchilik xizmati bilan shug'ullanadi. Muradil endi menmi kirishtiruvchilarni xeyli yaxshi tushunaman. Kirishtirish xizmati oson emas. Kechalab ishlaydigan vaqtlar bak ko'p. To'g'ri. Sizning kunduz dam olib kech ishlaydigan vaqtlaringiz xeyli jiqmi? Odatda shu kechishimiz kunduz bika. Masalan, qiz do'stingiz normal turmush tartibidagi qiz bo'lsa deylik, u kunduz ishlaydi, kechda dam oladi. Naq shu kech vaqtida kino ko'radigan yoki bo'lmasa tomoq yeydigan ishlar bo'lsa, sizning hamroh bo'lishingizni xohlab qoladi. Lekin sizdan mush sababda vaqt chiqaramaysiz xizmat sababidan deylik. Siz mushundaq masalalarni ilgari hal qilishni o'ylab baqqanmi yoki ilgari qiz do'stlaringiz bunga nisbatan fikri yo'qmidi? Fikri yo'q edi. Qo'llamdi. 因为 hozir 就是赚钱最重要嘛，年轻的时候赚钱，也是为了我们彼此更好的生活。 Siz qizlardan so'rasangiz bo'ladi. So'rab bo'ldim. So'rab bo'ldingizmi? Undaq bo'lsa, dastlabki qadamdagi chiroq o'chirish bosqichiga kiraylik. Navbatda qizlar sizning taqdirqingiz, so'zlash odatlaringiz, kasbingiz degandek o'zlari dastlabki qadamda bildigan nuqtalarni egallab bo'ldi. O'ziga mos keldi deb qarasa saqlab qoladi. Mos kelmadi deb qarasa o'chirib ketadi. 3 marketdagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. 3 2 1
Hazır ikki nafar qiz siz bilan davomli paranglashishni xohlaydi ekan. Undaq bo'lsa, o'zaro fikr almashtirsanlar bo'ldi. Men sizdan so'rab baxsam, siz o'zingizning qaysi taraf hamrohingizning xizmati, masalan, shu usul, aqdan model deymiz, asabop qilib qilsa siz qabul qilamsiz? 可以吧 Bo'ldi. O'zingiz usul o'ynay olamsiz? Bize chala. Chala. Bize chala. O'rganishni xohlamsiz keyin? Xohlayman. Aql rahmat. Men shu 7 numaralık maydan bir so'z so'ray. Sizdan shu bo'y o'lchamiga 180 ta sizdan asli. Tuyuqsiz ham bu bola o o'lchamiz tushmasimiz chiroq saqlab qolibsiz. Sizning bo'yingizligingiz qancha? 1.76 m. Agar o'zim yoqtirgan odam uchirsam, mendan egiz bo'lsa mayli. Demak, o'lik shart emas ekan. Hech qanday odam men manda odamni yaxshi ko'raman, bo'ymandaq deyolmaydi. Ba'zi odamlar yaxshi ko'ra qolganda, yaxshi ko'rgan odam uning o'lchimi bo'lib qoldi. Hargiz o'lchim bor bir odam izlamaydi, yaxshi ko'rgan odam ashuna o'lchim hisoblanib qoldi. Shuna qizchaqlarlik sirtqi qiyofatiga emas, onundan paranglish jarayonida mijoz xarakteri paranglish bo'lgandan keyin hukm qilsanglar texmo yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Savolim tugadi. Sizning qiz do'stingizdan keshligi uning muhim ish chiqib sizga gap qilsa, siz xizmatingizni davomli qilaveramsiz ya? Yo'q. Bizning xizmat degan biza 比较轻松的。我们有好几个后期，是这样子的。同事们给改qo'yib kelsam bo'ladi. Nisbatan erkinroq xizmat muhitini o'zim yarata olaman demoqchi. 就是拿的工资少一点儿。qilmasak shu. Az ishlasak az, jiq ishlasak jiq. 对对对。Yoshlikning nina shundaq. Ham qattiq, ham tatliqnan. Jiq ishlasangiz o yumshoq, tatliq tetiydi. Az ishlasangiz ammo qaynoq suv ichsangiz yumshamaydigandan Allah chiqadi. Sizning eng ochig'ingiz kelgan vaqt qaysi vaqt? Men odat ochiqlamayman. Undan keyin ochig'im kelsa shu 找个地方发泄一下吧。 Masalan, odatda o'zingizni bo'shaytirgan sayohat, tog'lar chiqib, 爬山。 Chiniqishni tanlaydi ekansizda, pashan, masalan. 对，我挺喜欢爬山的。 Ishqinglar davomli chiroqni saqlab qolamsizlar? Saqlashni xohladinglarmi? Siz javobida? Undaqda biz endi fursatni Muradilga beramiz. Muradil, siz uchun Zulfina bilan Abida chiroqni saqlab qoldik. Siz berib bir chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Yoki har ikki chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Yana bir savol so'rasam bo'ladi. Bo'ldi. 5 numaralı. 喜欢什么样的男生？比较阳光一点儿。那你觉得我阳光吗？我觉得你比较爱笑，还可以。 Agar siz nurliq ko'rinmagan bo'lsangiz, u chiroqning nuri o'chgan bo'ladi. Savolingiz tugdimi? Undaqda Zulfina bilan Abida sakay chiqinglar. Muradil, endi qaror qilish fursati faqat sizda. Zulfina bilan Abidaning biraylarni tanlaysiz. Biraylar aslilik o'rniga qaytib ketadi. Kimni tanlaysiz? Muradilning xatir kompyuter orqali tanlab boshpatda alayda saqlab qo'ygan qizimi dal Abida. O'ylamgan edim Muradil sakliga chiqiblar. Qizlar bilan paranglashish, eng oxirida qaror qilish jarayonida boshda o'zi tanlagan, oxirida o'zi bilan paranglashib, ideya jihatdan, mijoz jihatdan birlik keldim-ku deyman deb o'ylagan qizini sahnaga olib chiqdi. Ishqinglar muborak bo'lsin. Har ishqinglar 20 necha ishinglarda turibsizlar.
Albatta bu aql to'xtagan yosh deb aytamiz-ku, lekin ish bo'lmaganda o'zi uchun qaror bera oladigan yosh. Chiqinglarning o'zinglar haqida yaxshi o'ylanib, agar xush xabarlarni bizga aytganlar bo'lsa, biz anglashni xohlaymiz. Aldı bilan chiqqanlarning qo'l tutishib sahnamizdan ayrilmoqchi bo'lganlarni tabriklab, Şinjan Bergnas xalqaro sud cheklik shirkati qiz mehmonga bir dal oltin uzuk taqdim qilmoqchi. Qani qabul qiling Abida. Öz qo'ling bilan qizning qo'liga sep qo'ymamsan. Mübarek olsun. Bir yandan bilim öğünüp, bir yandan yaxşı düşünüp, bir-biringlarni yaxşı hürmetlep, yaxşı sirlashib, bir-biringlarni yaxşı tushunganda baxtli bo'lsizlar. Mübarek olsun. Rahmat. Hamda Murodov sizga sovg'atimiz bor. Sho'xlan Sodachek mas'uliyat shirkati ta'minlagan gaz o'choqdan birini beramiz. Qani. Hamda manda xo'sh xabarlar bor. Masalan, Navoda chiqqanlar oxirgacha chiqirib to'y qila olsanglar, undaqda Şinjan Pasil xalqaro sud cheklik shirkati chiqqanlarning sayyohlarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Sho'xlan sud cheklik mas'uliyat shirkati tammash yoki suv istiqlarini sovuq qiladi. Muborak bo'lsin. Xayran Murodov, Abidan yaxshi qo'g'dam, asrang, ko'nglini avaylang. Abida, sizmi Murodovning ko'nglini avaylang. Qani. Man şu немножко Abidan talent是因为我觉得我的性格跟他差不多也是比较腼腆的，而且他说的国语特别好，然后kin ci paranshib qasahma就是国语交流也好，我去paranshib qasahma都是挺方便的。我觉得我们以后会更加就是相爱吧。 Ben bu Muradılga Liudan qilishimdagi sebep第一场上来的时候就爱笑，然后比较腼腆阳光，şunun için Liudan qildim. Bundan keyin sidisha biz tang jaqaraq fikir almashtirib, bundan keyin tığım yaxshi o'tishimizni arzu qilaman. Muradil ko'nglidagi mashig'ini sahnamizdan ilib tushib ketdi. Bular real turmushda rostilla oshiq mashqlarga aylana olamdi. Hozircha ha demasligimiz mumkin. Biz buning javobini keyin tomoshabin do'stlarimizga yetkazamiz. Undaqda qizlar, biz bir naqsh anglab o'tamdik. Undan keyin programmani davomlashtiraylik. Albatta sahnamizda bo'sh qolgan bir o'rinni to'liqlab o'tamiz. Avval naqshdan birini anglab o'taylik. Erkenin bir kahramanı var, öz dünyası öz hiyalıda. Erni erkek kılıdı mertlik, zamanında erni erkek kılıdı mertlik, çin hayatı
hem zamanında. Her kimnin bir şirin çüşü var, gülle çılgan bulbul sayırgan, gülle çılgan bulbul sayırgan. İnaklıkның yolları akıyor, muhabbette kökleydi insan. İnaklıkның yolları akıyor, muhabbette kökleydi insan. Her kimnin var bir hikayesi, her kuruğa dünya yazılgan. Ganimet biz yegane nurmiz, ömür o'qya to'g'ri yetilgan. Ganimet biz yegane nurmiz, ömür o'qya to'g'ri yetilgan. Ömür o'qya to'g'ri etilgan, to'g'ri etilgan. Pat-pat xush xabarlar tarilayotgan elchi sahnimizning bugungi son 2 maydoniga kim kelgandi? Qani qarab baqay. Güzeldir. Ey Gülginaz tazliq qog'ozi. Gülginaz tabiiy saf paxtaliq tazliq qog'ozi. Yaxshimi Mayrada, yaxshimi ustozlar. Men 34 Turpandan Anvar bo'laman. Anvar. Ha. Operator. Fotograf. Fotograf. Ha. Siz bizning burun elchiga kelgan. To'g'ri. Esimda qilishcha fikam. Siz jup bo'lib tushib ketgan. To'g'ri. Ba'zan sabablar tufayli mijozimiz kelishmay, shu izlashmas bo'lib qoldik. Qani, sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Bo'ldimi? Ajab tez tanlavatdingiz-ku. Bo'ldi enim, bugungi ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Yil ko'rishaylik. Ma'qul. Anvar, esimni qilishcha bizning oldingi sonlarda ma'lum bir sonda programmamiz qatnashgan. Biz bu hikoyani yil anglab baqaylik. Oldi bilan Anvar o'zi tanlagan qizlarni sahnamizda kutib olamiz. Xush kelibsizlar qizlar. Bizning Abida tushib ketgan o'ringa kim chiqdi? Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirib o'tamsiz. Hammangizlar yaxshimisizlar? Mush vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Men Turpandan Zuhra bo'laman. Men odatda ishchi
Özüm yida Gonsada işleyme, toqumchilik. Buldu Süfragül. Qağınını biz ketib berib, sizni texim tushunib olaylik. Rahmat. Qizlar, navbat sahnaga chiqadigan yigitmi? Oldingi sonlardagi ma'lum birlarga o'xshash, ilgari mushu programmamizga qatnashgan, qolgan hikoyalarni o'zi chiqqandan keyin deb basuna. Sizlar ekran orqali bir ko'rib beqinglar. Ekran oldidagi hurmatli ko'rarmanlar, sahnadagi go'zal qizlar, Turpanliq Anvardan hammalarga salom. Sahnaga chiqishim bilan balkim bir qism ko'rarmanlar yiliqi bo'lg'u bu deyish mumkin. To'g'ri, men elchi sahnasiga yana bir qatam fursat izlab keldim. Muhabbat safarimning o'ngishli bo'lishini umid qilaman. Qani Anvar, sahnamizga marhamat. Yaxshi Mayrada, yaxshi ustoz, salom go'zal qizlar. Ben ot yurti Turpandan Anvar bulman, kasbim fotograf. Anvar, qizlarga maxfiyatlik emas, yoshirdigan ishim bo'lmagan da'vatdim sizni oldingi sonda qatnashqinimiz. Anvar qatnashib ham bir qizning qo'lidan elib tatib tushib ketgan. Afsus bugun o'zi yolg'iz qaytadan bu sahnaga chiqibdi. Demak, oxir chiqmabdi. Ayrilib ketgan chig'i. Bizga ozroq tushuncha berishingiz kerak deyman, ha? Endi her ikimiz ikki oyning bolasi bo'lgan ekan, ba'zan sababdan mijozimiz kelishmaydi ekan. Go'yoda urush jidal bo'lib qoldi ekan turmushda. Shu sababdan mijozimiz kelishmay, hozir izlashmaslik qoldik. Xeyli bo'ldimi izlashmayotqili? Ha. Bo'ldi. Endi siz o'zingiz haqida qizlar bilishga tegishli nuqtalarni ozroq tushuntirib qo'ysangiz bo'ldi. Endi men yezidan, Turpanning yezidan, hozir xizmatdan Turpan shahar ichida. Ondan keyin keyincha xiyolim texim yaxshi o'qib, ishga kirib, bilim ochishdan xiyolarim bor. Qizlar, bilishga tegishlik. Mushu nuqtani bir bilib baqaychi, tushunib baqaychi degan nuqtalar bo'lsa savol so'rasanglar bo'ldi. Yaxshimisiz? Kasbingiz fotograf, shunami? Fotograf qayt menda bir hikoyani olganman-ku. Yana bir danglik fotograf mushu Afrikaga sayohatga chiqqandan keyin shu jarayonda bir afrikalik buvoqninki ocharchilikda o'lib ketish oldidagi eng oxirgi daqiqalardagi bir suratni tatmoqchi bo'ldim. Shu vaqtning o'zida fotografda ikki xil tanlash bor ekan. Birisi shu bolaning qo'lidagi bolka orqali hayotini qutuldirib qilish. Yana birisi bo'lsa, o'lsang mayli deb o'tirib, kishilarni ko'rish fursati intayin tuvan bo'lgan ana shu bir ko'rinishni tatish. Endi shu vaqtda shu qattiq o'ynash orqali bu shu bolani qutuldirishdan voz kechib, şu balonu sürat tatipti. Şu sürat kaçak tatip olan bu vaqtning ichida u bala şu hayotdan ayrılıptı. Bu fotoğraf şunda bir isil eserini yaratibdi. Ama yaratish uchun bir jondan hisobda zamin bo'lgan bo'pti-ku. Ana shunda bir talash duch kelsangiz siz qanday qilardingiz? Boshda jonni qutqizman. Jonni qutuldirsiz. Alloh rahmat. Hayotlik bo'lsa boshqa suratlar tatib bu emasmi? Ali. Unda olsa sen şu Mona Lisa degan rasmni ko'rganmi? Ko'rgan. Endi asli nusxasi bir uyda o't ketib, Mona Lisa'ning resmi bilan mushkisi tanlash to'g'ri qolsa, Mona Lisa'ning resmini qutuldursa mushkulidi. Mushkni qutuldursa Mona Lisa'ning resmi kuyib ketadi. Qaysini qutuldursa? İnsanı qutqizman. Ya inson yo'q bu yerda, mushkula Mona Lisa'ning Mona Lisa danglik asar. Bilsanmi, dunyoga eng danglik. Da Vinci'ning asarimi? Ha, Da Vinci'ning eng danglik asari Mona Lisa. Biz odatga bir mushuk. Mushukni qutqizman. Asar xarob bo'lib ketsa maylimi? Men jonni mushukni qutqizman. Çünkü sen Mona Lisa'ni tushunmaysan-da, mushukni tushunmaysan-da. Demak, sening kallang to'g'rida shunami? Sen hozir Mona Lisa desam bir odatdagi bir rasm tuyulib qelyapti-da. Ya undaq emas, lekin men angladim danqini. Lekin men sen danqini anglading, ammo u resim nisbatan mushukka bo'lgan muhabbat bordek, qandaq bir yuqori holatda bog'lanish bo'lmaganda to'g'ri tushunish bo'ldi. Bu javobning xatosi yo'q. Buning hech qanday bir xato javob yo'q. Bu faqat odamlarning jajjigansini, qimmat ko'z qarashini bir ayriydigan bir psixologik sinoq, to'g'ri xatosi yo'q. Ham sening tanlagan javobingni tushuntirishingning o'rni yo'q. Nurg'a odamlar o'z bir narsa tanlaydi-yu, andan qo'g'a ketib uni nima tanlig'ini tushuntirdi. Amaliyot bunday tushuntirishning hech qanday hojati yo'q. Sening hech nima tushuntirishning hojati yo'q. Sen bo'lib mushuk tanlading, bo'ldi, ketdi. Ba'zi odamlar Mona Lisa'ni tanlaydi, sen uni hurmat qilishing kerak. Ammo nurg'a odam mushuk tanlaganlar, Allohning tanlashini xato deydi, Mona Lisa'ni tanlaganlar, Allohning tanlashi xato deydi. Amaliyotda bu o'zi bir xato narsa. Shikilisi o'zining tanlashini saqlab qolish bo'ldi.
Demek sen canını bir kadar muhim oylaysan, şundan mı? Doğru. Eğer Mona Lisa'nın resim bilen bir paşını talıda kalsam çoğu. Paşa? Olmay bir paşa olap kalsın. Bu kadar resim tallayma. O paşa callık emas mı? Callık, lekin o... Ziyandaşta, ha? Ziyandaşta. Ben aşaret intayını iş. Mana muştun özürlem senin logikanda nurgun ziddiyetlerine bağlılıkın bilsin. Bayatın sen bir callıklan yaxşı görmen dedin ama paşa degen vaqtda sen paşanın bir callık kelgin unutup gelip Mona Lisa'nın resmini tallatsın. Demek yanında bir yerde senin göz karışığında, logikanda ma'lum bir ziddiyet, turaksızlıkla bağlılıkın gerekli. Alimalım. Hoş. Agar men so'g'ib ben qiziqib qoldim. Agar siz bo'lgan bo'lsangiz, Mona Lisa'ning rasmini tanladingiz yoki men shunimi? Hamda bundaq bir axloq kirisi bo'lgan. Qandaq axloq kirisi deganda bir shoför mashinada ketib bordi, tuyuqsiz tormoz tutmadi. Ham buningda ikki yo'l bor. Oldida bir odam ketib bordi. Matrabda 3 ishchi ishlayotdi, 3 odam ishlayotdi. Udulmansa birini so'qidi, sol tirakmansa 3ni so'qidi. Sen qaysini so'qsan? Bundaq axloq kirisida odamlar g'ingirab qoldi. Sadi nurg'un odamlar bo'ldi men birini so'qaman deydi. Unda sen 3ni birdan mo'yin bo'lding degan mandaq bir kiris yuz beradigan gap. Hamda Mona Lisa'ning resmi bilan bir mushuk o'tirsa ilib aytgan vaqtda bizda haqiqatan bir xil qiynalish bo'ldi. Bir qarsak Mona Lisa dunyodagi nurg'un odam nurg'unlagan hayotlik bergan, go'zallik bergan. Ham bir mushuk qarsak u yanglab turadigan bir jonliq. Agar men bo'lsam Mona Lisa'ning resmini tanlayman. 100% men shuni tanlayman. Ammo mening bu tanlashim hargizmi mushuk tanlaganlarning xato deganlik emas. Bu faqat nima esa odamlarning ma'lum narsaga bo'lgan qimmat ko'z qarashidan farqidan bo'ldi xolos. Rahmat. Rahmat. Alimalim. Xo'sh. Men deb beraymi, men men tanlaydim. Men bo'ldi. Mushukning 9 tal jinovi. Ben Mona Lisa'nın resmini talaydım. Mushuk o'lmaydi debmi? Va 9 tal jinovi Mona Lisa'nın degan necha million. Mushukning 9 tal jinovi degani binodan tushib ketgan qartilgan. Odatda binodan tushib ketgan vaqtda butun hayvonlarning ichida mushuk o'lmaydi. Nima qilsa mushuk o'zining peylarini ma'lum darajada qanot holat saqlay olg'achqa o'lmaydi. Ammo o't saqlanishi mumkin emas. Amis men cho'qim arasini menda bo'lib qolsa ilib olganlar jiq pulda deb pulga. Aş nurgun pulga setib bir tal mushukdan apirdim shu chiqib, lekin haqiqiy ashta yo'q qolsa hech kim mushuk tanlamaydi. Unda deyilmaydi, unda deyilmaydi. Cho'qim tanlamaydi. Yo'q, unda deyilmaysiz. Mushukni haddidan ziyod yaxshi ko'radigan bir qism odamlar bo'ldi. Shu odamlarga nisbatan balki Mona Lisa bir oddiy qog'oz hisoblandi jonsiz. Ishlama emas bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu savol qarta ma javob to'g'ri, ma javob xato degili bo'lmaydi ekan. Faqat odamlar o'zining qimmat qarashi bo'yicha javob berib bo'ladi ekan. Bilib oldim. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz qanday qizlarni yaxshi ko'rsiz? Men shu qarab uchiq yuriq qizlarni yaxshi ko'raman. Sizning ilgirki muhabbet tarihingizni o'qib baqaylik. Bizning bildiğimiz birda hozircha siz ilgirmiş el sahnasidan bir qizni elib tushib ketgan. Undan birinchi. Undan biri ikkisidan yurgan. Demak, uchi bilan yurgan bo'psiz. Mush uch qizning hammasi shok. Erkin hazratlari qizlarmidi. Mijazi uchiq yuriq qizlarmidi. Tunjisi yoshindaq shok dedi. Kichik balday tantak dedi. Ondan keyingisi adam ko'ngli tushundan qizol dedi. Shu hamda uchinchisi sal jidalxo'r chiqib qoldi. Undaq bo'lishim natayini qaragandayliqi tushunish bosqichinglarni tamomlamayla o'zinglarni muhabbatlar biz deb o'ylab olgan bo'lsanglar, balkim jidalxo'r ko'ringan bo'lishi mumkin. Fatuglarda ma'lum bir yoshlar komandirga chiqish sababidan o'zininki kichik bolasini qo'ydigan yer topolmay do'stining uyiga olib qo'yibdi. O'ylamgan yerdan bu kapsiz bola o do'stining uyida azroq vaqa tug'dirib, yana bir kichik bolaning zaxmlanishini keltirib chiqiribdi. Endi mana shunday hodisalar yuz bergan vaqtda to'lam to'lash, ziyonni to'lash shakllandi-ku. Mushuningga kim ega bo'ladi? Oldi bilan shu qonun asosini o'tirib qo'yaylik. Davlatimiz Haq qonunining 1189-moddasida haq talab harakat iqtidori yo'q. Haq talab harakat iqtidori cheklanganlar boshqalarga ziyon keltirsa, vasilik huquqini boshqalarga havola qilgan bo'lsa, farzandningki vasisi
şu huquqi chiqilish javobgarligini ustiga oladi. Endi ma'u havolani qabul qilg'ichida savallik bo'lsa, havolani qabul qilg'ich tarafmo munosib javobgarlikni ustiga oladi deb belgilangan. Rahmat Fatigulada. Men qizlarda o'pti so'rab baxsam, sizlarning kelgusidagi yo'lishinglar, masalan, qandoqroq bo'lsa, mayli oylik kirimi yoki turmush ahvoli, ular qanaqa qaraysizlar? Men yaxshi ko'rgan bol nomerat olsun mayli. Ben tegaverman. Uydagilarim shu. Endi eng bo'lmaydi degan joyda Lyanchen qo'ycham bo'lmayli. Yet güzel eşki ko'zingiz yetadi shundaqmi? Men ishlayman emasmi? Farzand bo'lgandan keyin endi u pul azroq jonni qiynab qo'yishi mumkin. U keyingi ishlarga, lekin hozirgi shu sap ko'ngligim rahmat Almiraning. Ben jivan bo'z bularım. Yivan. 10 ming. Özünün hajetidan chiqqandan sirt, shu az o'g'anda 2000-3000 atrofida eshincha kariga saqlay oladigan bo'lsa, cho'qim bir ishning peshini tutgan, shu ishningki shu nishon bo'yicha muqim mang'alaydigan, andan keyin shu turoqliq ham turmush xotirjam bunday holatda bo'lish kerak. Mesela ben kelgusidagi yo'lishimni oila sharoiti qandoq bo'lsa ko'tirma, lekin xizmat qilsa, masalan, cho'qim xizmat qilish kerak deb o'ylayman erkish bo'lgandan keyin. Aynan oylik kirimi shu 5 mingdan 7 minggacha bo'lsa deb o'ylayman. Rahmat. Bir odam o'zining topgan pulni ko'p, har qancha ko'p topgan taqdirda muvofiq miqdorda saqlashni, boshqarishni bilmasa, nolga ketadi. Şuna mening qarshi taraf qo'yadigan talabim eng bo'lmadi deganda ayolga ortib qolmaslik kerak. Hech bo'lmagan o'zining hududisidan chiqib, azroq bir moliya to'play oladigan, olg'a ilgarilay oladigan, hozir turmush saviyasini ham zodi cho'qim solmasa deyilsa, 4-5 ming bo'lsa, meningcha turmushning hududisidan chiqib ketgan bo'ladi. Ko'pchilik rahmat. Qizlarning tafakkur uchiqqa. Uchiqga. Dadil, shundaqmi? Sizchu, siz endi qarshi tarafninki kirim ahvoli, aile sharoitiga nisbatan qandaq arzuda? Almiraninki o'xshash. Qiz tarafdan kelgan mayli kambag'al bo'lsin, mayli boyashat bo'lsin, onun bilan men anchalarni ketmayman. Faqatlam kelgusi turmushim baxtli, ko'nglim tinch, xotirjam o'sgan deyman. Siz cho'qim ko'nglingizda ma'lum bir qizga chikit urib baqdingiz. Mush xil yaxshi ekan deb. Voy, gapning oxiri chiqib qo'ychi, Anvarning qo'li xatir kompyuterni besib bo'ldi, ya? Ma'qul. Biz yili o qizni oshkorlaymiz, ekranda ko'rsatamiz. Bayondadan iqtisod to'g'riliq gaplar ta'kidlandi. Menimcha muhabbatni yoki moddiy narsaga yoki iqtisodga ustiga qurib olsak bo'lmaydi. Iqtisodmi muhim, lekin oldida muhabbatni mustahkamlab, bir oilada ikkisi bir-birini tushunganda, taqimi taraqqiy qilib, qolgan ishlarni vujudga chiqarsa bo'ladi deb o'ylayman. Merhaba, ismi. Siz bir öy tutup, mesela to'yga qalsangiz-chu. Bir yo'ldashingizdan bir tal velosiped ulab, velosiped. Shuning orqaga minib, baxtlik bir ko'ngillik, sizni yaxshi ko'radigan, kuyinadigan, shuning velosipedning orqaga minishni yaxshi ko'ramsiz yoki nayt bir boy, yo'ldashingiz bek boy. Shundaq bir xo mashinalar va mo'che. Ammo tazalik hissiyotinglar sizga bek kuyinib ketmaydigan talada ishlari jiq. Shundaq bir ishga bo'lib qolsa siz qaysini tanlaysiz? Ben balkim velosiped aytgan tanlashim mumkin. Velosipeddan keyin hech qayerga minishi mumkin. Onda hissiyot to'g'ri kelmasa, men pul olib kelsam, menimcha 2 kun qolmaydi. Hissiyot. Sizchi Almira, qayda olib qaysini tanlaysiz? Mama? Ben cevap açını almayayım. Almira, bayatın siz qarshi taraf namrat bo'lsa-mi mayli degandingiz. Namratlikning o'zi singlim japadan derak beradi. Mayra hozir bu mashin bilan velosipedning birisini tanladimmi? Yo'q, men demakchi birisida shundoq ko'ngillik turmushingiz va ammo velosiped bilan ishga berib akildi sizni. Yan birisida nayt boy yo'ldashingiz bor.
u sizni shopir bo'lib qo'ydi, ammo noche shundoq xaho o'tsiz, ammo sizga hech qanday kuyinmaydi. Arangda hech qanday bir alayda muhabbetmi yo'q. Talada ishlari jiq, qaysi xil turmush tanlaysiz? Ishga o'g'avmi tasli? Men shu velosiped degan tanlaydim men bu. Vastay degan. Masalan, uni puli bilan og'rib qolsam, pulni tashlab qo'yib chiqdi. Shunda qildim. Yana doktorxona o'zim yuguraydigan gap. U puli yo'q, aplab uz davolaydi. Shu ikkisini kanjosi bu yan. Shunga shu velosiped minib battimda bu yerda. Siz javob berpaqanlar. Meningcha men har ish kelsini tanlamayman. Tug'da erlayimdas erlanda shu ikki xil erlavam, yana qanday erlavam. Har ish kelsa tanlamaymi dedingiz-ku. Normal mashinasi va birisini o'ylayapman degan. Normalroq bo'lsin deyapman sizga. Ma abiyatning savolingizda dehshat boy degan to'g'ri. To'g'ri. Undaq baylarning men keragi yo'q. Bayliqning keragi yo'q. Undaq o'rin gaday turmush kechirgan pul ish chiqmasmi keragi yo'q. Yana o'zimga tayinib, yana alga qarab ketaverman, cho'qim mening xilim uchrab qolish mumkin. Ya, Ali aka, sabay velosipedek Ali. A bilan B2 dan birini tanlaysan. Hozir qizlar C bilan D-ni ijod qildi. Bu hargiz bir shenshi savol emas. Bu faqat nima degan vaqtda sizning bir xil hayotdagi bir xil nimalarni muhim deb o'ylaysiz, sizning cho'ng bo'lish darajangiz, sizning tajribangizni sinaydigan bir sinab. Bu hargizlik hozir vas minmaskrazki hech kim vasdan birga bormaydi, shundami ya? U faqat nimasiniz, ashning iqtisodiy ahvolning selishtirimi. Texi baylarning ichida velosiped minib chiniqadiganlarmi yo'q? Shunda bu faqat velosiped bu yerda simol xarakterlik bir narsa. Faqat ham siz vaqt kelsa, undaq boylik ustida yig'lashni xohlamsiz yoki namratlik ostida kulishni xohlamsiz degan bir savol bu. Ba'zi odamlar balkim yanla boylik ustida yig'lashni tanlash mumkin. Bu yerda hech kimning javobi hech kimga vakillik qilolmaydi. Ya'ni ba'zilar ya pulim bo'lmasin bir kulib yashay deyish mumkin. Ammo u hamma odam emas. To'g'ri. Har xil odamlar har xil. Hammasining o'zining bir tanlash va shunga bu faqat to'g'ri xatolik masalasi emas, faqat mushadagi 10 xil odamning 10 xil xarakterini texim yo'ritib berishni maqsad qilyapmiz-ku. To'g'ri. Yaxshi ko'rsangiz avori qilmang nomli programmada Ali naq mush siz degan masalaga ma'lum bir qiz men isil mashinada o'tirib yig'lashni xohlaymanki, hargizmi namrat muhabbatim bilan birga yashashni xohlamayman deb javob bergan. Bu javob ayni vaqtda Jungodagi nurg'un yoshlarga o'xshamaydigan ta'sirlanib kelgan. Ba'zilar qo'llagan, ba'zilar qo'llamay aksicha bu qizni tillagan to'rlarda. Demak, u faqat o'ziga vakillik qilgan ayni vaqtda. Xuddi shuningdek hozirgi savolga berilgan javobmi faqat o'zingizlarning o'y fikri bilan munosabatli. Hargizmi shu savol bilan sizlarga bir xil baho berilgan ishmi yo'q? Shunda Roksana deydigan bir nimbacholar g'ju naqsh bilan mundaq balan bir kino bor, Roksana deb. Ash kinoning shu naqshdimi bir dangliq kino bu. Nim deydi desa, muhabbet qiriydi, olmos qirmaydi deydi. Demak, ashnanda bir qiz bola anga boylik tanlaydi. Sen nimish buni tanlaysan? Chunki muhabbet qiriydi, olmos qirmaydi. Deydi. Ba'zi ganching narsalar vaqtning o'tishiga ergishib ushlaydi bu narsalar uchun. Bu deganlik hargiz bir xil ma'muyim deganlik emas. Bu faqat nimasi o'xshamagan odamlarning hayot yo'lidagi bir xil o'zining tanlashlarini bir xil aniq qilib berish maqsad. Programmaning maqsadi shu endi biz texmi tafsiliy, texmi aniq qilib beryapmiz. Shunga ba'zida boylik yanli intayin muhim o'rin turadi. Chunki odamning pul bo'lganda sayohatlarni ko'p qiladi, pul bo'lganda o'ziga foydaliq, yaxshi ko'rgan narsani tanlash huquqi tabiiy ko'paydi. Pul azaygan sari odamning o'ziga foydali ishlarni qilishi ozaydi, amal yo'q qiladi, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni qilolmaydi deganlik. Shunga ba'zida boylikmi ayollarning keyin xushal-xuram, baxtli o'tishida intayin muhim rol o'ynaydigan bir element. Biz buni hargiz nazardan saqlab
pul intayin muhim degan bir holga ko'tarilgan vaqtimizda aningdan keyin nurg'un mayli o'g'illar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, bir yüksek bir iqtisodiy ko'zqarash aningdan keyin yetildigan gap. Chunki amaliyat nima deb berdi deganda mana Portugaliyadamiz o'tiribdi. Ayollar ojiz ketishning 80% iqtisodlar munosabat chiqib qoldi. 80% iqtisod chetlib qoldi. Ba'zi erlarning har xil ishlari bo'lgan bilan iqtisod orqali yeb ketalaydi u narsalarni. Ba'zi iqtisod bo'lmaganda-chu kichik bir ishnimi o'ng'ish olmaydi. Shunga o'sha chiqqan o'g'illarning, qizlarning birinchi ulab bu ko'z qarashning yaxshi tiklashi, amaliyatchan bo'lishini umid qilaman. Xo'sh, undaq bo'lsa biz birinchi qitimliq chiroq o'chirish bosqichiga qadam qo'yaylik. O'chirsanglarmi? O'zinglarni dangsab saqlab qolsanglarmi? Bu ixtiyorliginglarda ekanligingni ko'nglingizga ayon. 3 slotlar sovuq qilinadi. 2 1 Afsus Anvar, hamma chiroq o'chib ketib qoldi. Lekin bugun siz xeyli ko'p narsalarni bilib oldingiz deb o'yladim. Birinchi qitimliq programma qatnashqandimmi? Bakrakma ikkinchi qitimliq programma siz uchun bir yaxshi darslik bo'lgandi. To'g'ri, shunday bo'ldi. Davomli o'zingizning baxtini qo'g'lish yo'lida tirishchilik ko'rsatishingizni umid qilamiz. Ma'qul. İşleriniz yaxshi bo'lsin. Xayr xo'sh. Qizlar bilan ham ustozlar bilan paranglashib fikr almashtirib, nurg'unlagan bilimlarni bilib oldim. Ham chiroq saqlab qolmagan bo'lsa-mu, garchi qizlar menga ham mayuslanmayman. Yeni kelgusim uchun chuqum yaxshi tirishiman. Yaqında axborot sohasida uzun yil xizmat qilgan, ham bu sohada to'hfa ko'rsatgan bir peshqadam ustozimiz, bir muxbir maxsus elchi programmasi haqida bir maqola yozdi. Bu maqolani men oldin o'qishdak bir yaxshi fursatga erishdim. O'qib men bak qoyil bo'ldim. Aslida bu qalami kuchlik bo'lgan bu ustozimiz bu maqolasida elchi sahnasi navbatdagi ehtiyojimizga naq muvofiq holda dal vaqtida ekranga yuzlangan bir programma. Demak, cho'nglarni olqishladik, yoshlarni olqishladik. Qismanlar tozi maskanmando nima deb o'ylab qolgan bo'lsa, mana hozir ajabmi yaxshi chiqib ekan bu sahna deb, hatto bu sahnaga qandoq chiqishni surishtirayotgan yoshlar bu sahnaga chiqmay turib muhabbatni mush programma gruppasidagilar orqali topolgan bo'lsam qandoq yaxshi bo'ladi deb o'ylayotganlarning ko'payishining o'zi elchi nayt alqishliq programmalar qatoridan allaqachon o'rin ep bo'ldi. Demak, elchi programmasi asrashimizga, avaylishimizga muhtoj holatga keldi degandek mushi qismi menga bekmi ta'sir qildi. Programmamizni muayyanlashtirdi, ustozlar yaxshi ko'rdi. Ancha-muncha fikr takliflarini beryapti, biz qabul qildik. Demak, yaşlarımızın o'sib yetilish davomida o'zi haqida, o'zining qimmat qarashi haqida, o'zining navbatda tutayotgan yo'li haqida, keyingi nishonlar haqida texmi bakrak o'ylanishini samimiy umid qilamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, esinglarda bo'lsin, programmamizning tojdorligini o'zgacha tanqid tutqulari bilan xaridorlarning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Cho'ngustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni chach asrash, chach yuyish mahsulotlari sohasida izchil başlamchi korxona, Bayraktar korxona bo'lib kelayotgan Xinjiang Al-Xumar mablag' silish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Xinjiang Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati elchini ajri bilan ishlagan. Qizlar, chapat atdinglar. Sizlarga Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ko'ngil sovg'isi avatibdi. Qani topshirib elinglar. Qimmatli do'stlar, bugün programımızı müşahede ahırlaştırırız. Biz kelerki sanda yana davamlıq Turpanda görünüşümüzü alınız. Turpandaki hikayelerge, Turpandaki elçinin davamı kızıqsanlar, keler hepti görüşelim. Hayır hoş.